Ot ketdi. Ha? Balam, nima ish qilyapsan? Og'zingga o't qalayotamsa? İçinge ot ketdi. Balam, jigirim balam. Meni mushu halg'i sağan, ashu dadang degan jo'hot. Seni mushu koyg'i sağan, ashu dadang degan jo'hot balam. Jigirim balam. Ukam, uyda kirsin tuyaptiki. Sizlarkidan ozroq bergan bo'lsangiz, sizdan ko'p minnatdor bo'lgan bo'lardim. Yağmağımın normal aka. Şişi var mı? Tönegin akam bilan Cananingil heli qaqasliqni tuzlayotgan yaqin yurtliq shopir jigitning qishig'i beribdi-ekan. Xeyli uzun yetkida kirsin beribdi. Hamsa xeyli uzungacha kirsinni qisilmaydi ekanmiz-da. Yanıma meylim şu bu küllerde Bağlanıp du yarga meylim şu bu küllerde Akşam yedip uykum gelmez uzun tünlerde Akşam yedip uykum gelmez uzun tünlerde Atlar uruk yollaşıra Kazminin derdim Atlar uruk yollaşıra Kazminin derdim Sellem kaşniyim çarbigida Asu bulup baktım Kellem kaşniyim çarbigida Asu bulup baktım
qoshqa ko'ngil berib qoldim balaga qallam qoshqa ko'ngil berib qoldim balaga qallam qoshning mayli bo'lsa ochsin talaga nigorimning mayli bo'lsa o'zi chiqsin talaga Kashmir'in bektir Atlar uruq yollaşıraq Kashmir'in bektir Kalem kaşning çarbig'ida Asu bulup aqdir Kalem kaşning çarbig'ida Asu bulup aqdir Asu bulup Geldiniz mi? Sizga üzüm ekkegan edim. Avara olup. İlana siz mi ya? Özünüz yan. Tönü gün kelmediniz ko. Faqatla amal qilamadim. Eriq boyda sizni kun o'ltag'ichi saqladim. Nima ish chiqqanmidingiz? Anam bilan o'tag'il chiqqandim. Ketishga beab bo'lib qoldi. Undaqdan. Haras, tönü gün shaharga kirgan. Sizga bir yag'liq og'ach chiqqandim. Qani. Anamga nim dememdi. Meni bada davering. Rahmat. Atila uyingizga elchavatiman. Uy. Uy. Ha? Bu. Ha? Ha? Uy. Altın tilla degan mushumidi? Davud buni ko'rmabdi-da. Men buni dadamga ko'rsatay. Ko'ylak tikkizib qo'ygandim qizim. Qarab baqa. Bek chiroyli ekan.
Rahmat. Chirig'imizni yig'i tugab ekan, ozroq bergan bo'lsizlar. Ashqallah. Ma'qul, xo'sh. Tomoq pishib qolgan, birdan o'ltirib ma'may. Bo'ldi, rahmat. Ola balam. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kelasizlar. Assalomu alaykum. Qani, yuqoriga o'tasizlar. Qani, yuqoriga o'tasizlar. Qani, marhamat. Amin. Amin. Allohu akbar. Qanday techiman turdimi? O'ltirsizlar. Bugun naya qamagan edik. Hech qisi yo'q. Qani, asla. Rahmat. Qani, asla. Qani, choyga beqisizlar. Qani, xo'sh. Traktorchi yigit mening tuqqanim bo'ladi. Meni panoh tatib, Jiroq yerdan yurtimizga keldi ekan. O'zi o'g'liq bola. Endi ota-onasining o'rnida beshini o'ngshab qo'yay deyman. Canangulni bola qilib olish niyatida uylariga elchi bo'lib kelishim. Obdan qipla. Har qaysilaridan hech nimamizni aymaymiz. Qiz bola cho'ng bo'lgandan keyin uni yotliq qiladigan gapkan. Rahmat qaslarga. Balle. Bizmi qarzga bo'g'ilib, o'zimizni setivatgidek holga tushib qolganda, qizimiz Jonangul bo'lsimi qoptag'irdan qutulib, yaxshi kun ko'rsin. Shuni deslar dadisi. Shu pirlarni hamma odam cho'ng bilayotgan shu kunda Jonangulning toza tali chiqdi. Oy, Jonangul bu. Tinchlikmi adash? Obdan turdingmi? Yaxshi. Voy, oyib ketibsan-ku adash. Nagmadi? Akşam Davutcan go'sht akirib ekan, tamoq qilgan edim. Anamga qisinib olib ketayotiman.
Anam o'ltirs qopsa, Janangul ajoyib kuyimba qiz bo'ldi deb maqtaydi seni adash. Ma'qulamsa, tamoq so'q. Ma'qul adashlar. Namangay. Xo'shamsa. Ma'qul. Xo'sh. Qara. Jira, yolg'iz. Balaning ismini nima qo'ysak bo'la? Sizlar nima deysizlar shu? Bala ulug' Qurbon yeti tug'ildi. Shunga Qurbonjon deb qo'ysak qanday bo'la? Qurbonjon, Qurbon Davud. Chiroyli ismga. Bo'ladi. Yig'lama ha qizim.
Kızım. Heliqi narsa joyida yo'qtirdi-ku, ha? Ha? Nim dedingiz dada? O narsani sen, men, onang uchimizni bilatdik. Uni Davudga deganmiding ya? Yo'q. Rost dedingmi, demiding, ha? Yo'q, demedim dada. O aqlsiz. Emsi o narsa o'zligidan yo'qolib ketamda? Neymiş gideden hu aqlsiz. Ködüngmi tuzkor, eringning niyetining yomonligini. Ko'zi bilan Allah biroqla hammasini ep ketibdi. Shuncha ko'p mol dunyoni yo'qotding. Bizni umr bo'yi g'urbatchilikda o'lsin dedingmi, ha? Xudoyim bergan mol dunyoni eshib-teshib bir noahliga deb qo'yib yo'qotibsan. Şu tillalarning birasini sarf qilib, uyimizda bir qitim liqqida bir qozon go'sht qaynatib olgan bo'lsaqmi, mayli tug'u, ha? Chiq uydan. Dada, ana, meni kechiringlar. Men aqlsizlik qilibman. Men uning bundaq nomardligini faqatla o'ylamabdiman. Men bu boyliqlarni cho'qim qaytarib kelaman. Meni kechiringlar. Cho'qim qaytarib kelaman, dada. Sacha? Ha? Güven Sacha, balamni ko'rdingizmi? Davudjon, balamning mijozi yo'q, doktorxonaga olib kelay deb nahiy tarafga qarab mandi bu. Rahmat sizga.
Canım dada, canım ana, vefasız kızıqlarını keçir oğlan. Ben silahın yüzüqlarını göremedim. Beni keçir oğlan. Vefasız kızıqlarını keçir oğlan. Akılsız kızıqlarını keçir oğlan. Canım dada, canım ana. Beni keçir oğlan. Canım dada, canım ana, beni keçir oğlan. Beni keçir oğlan. Vefasız kızıqlarını keçir oğlan. Ben silen o yüzüqlarını göremedim. Mana bola, mana. Uyga kirib ketdimiz, mana. Mana. Voy, mang deyman. Hey, tur. Unda qilma bolam. Unda qilma deyman. Hey! Hey! Qopsha o'rningdan. Terikmi, o'lishdingmi? Hey, Davud degan Johod, bu yoqqa chiq. Men Qurbanjon bolamni olib keldim. Canım balam, bunda qilma, makansizlik, musafirchilik men bilanlik tugusin. Bu degan sening uying balam, mana, uyingga kirib uxla, ha? Uyingga kirib uxla balam. Uyingga kirib uxla balam, uyingga kirib uxla. O't ketdi. Balixandadey o't ketdi.
Aa